Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugungi kunda viloyatimizda aholi va hududlarni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida keng ko'lamli profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramasdan, ayrim hollarda fuqarolar tomonidan turmushda gazdan xavfsiz foydalanish qoidalariga yetarlicha e'tibor bermasligi oqibatida ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lmoqda. Xususan, gaz-havo aralashmasining chaqnashi, is gazdan zaharlanish va yong'inlar bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Afsuski, bunday holatlar ayrim hollarda insonlar halok bo'lishi va turli darajada tan jarohatlari olishiga sabab bo'lmoqda. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday holatlarning asosiy sabablari nosoz va qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanish, dudboron va mo'rikonlarni o'z vaqtida tozalamaslik, suyultirilgan gaz ballonlarini xavfsizlik talablariga javob bermaydigan rezina shlanglar orqali ulash, shuningdek, ularni temir xomutlar bilan mustahkamlamaslik kabi xavfli holatlar bilan bog'liq. Shu munosabat bilan siz aziz fuqarolardan o'zingiz va yaqinlaringiz hayoti xavfsizligi uchun quyidagi oddiy, ammo muhim qoidalarga amal qilishingizni so'raymiz. Nosoz va nostandart isitish moslamalaridan foydalanmang. Suyultirilgan gaz ballonlarini faqat maxsus talablarga javob beradigan temir quvurlar, yigiruvchan shlang orqali ulang va ularni albatta temir xomutlar bilan mustahkamlang. Xonadoningizni muntazam shamollatib turing. Dudboron va mo'rikonlarni o'z vaqtida qurumlardan tozalang. Gaz va elektr jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qiling. Unutmang, xavfsizlik befarqlikni kechirmaydigan masala. Sizning ehtiyotkorligingiz nafaqat o'zingizni, balki oilangiz va yaqinlaringizni ham turli baxtsiz hodisalardan asrab qolishi mumkin. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish barchamizning umumiy vazifamizdir.